Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Frezi Minecraft. Bugungi videoda Minecraft Bedrock'ga mod qo'shishni o'rgataman. Men o'zim modlarni mana shu MSP Master'dan olaman. Mana bu narsa. Birinchi navbatda Play Marketga kirib olamiz. Va mana. Xo'p, buni o'ylab MSP Master mana. Master deb yozasizlar va mana shu chiqadi. Men hozir buni o'tkazib olganman va bir dona bosasizlar shunga. Va olib kirib ketadi. Va ozroq kutamiz. Men boshida mana bu yerda modlar chiqib keladi. Mana bu yerda ham modlar bo'ladi. Mana shu modlardan ham qilsanglar bo'ladi. Keyin mana bu yerda boshqacha modlar bor. Zombi horror modlar bor. Mana 1.21 ga bilan hammasi. Menda hozir internetda bo'lganimga yaxshi ishlamayapti. Atekslar Wi-Fi dan bo'lsanglar yaxshi ishlaydi. Birinchi navbatda bu yoqqa kirib sizlarga qanaqa mod kerak o'shani yozib olasizlar. Men masalan deb yozaman. Bu yerda push turib to'xtang. Hozir mana media yo'llardan chiqadi ekan. Men endi ruscha tushunmayman, shunga o'zbek tilida yozyapman. Va bu yerda men o'zim ishlatadigan modlar mana shu. Yo'q, buni hali ishlatmagan ekanman, rosa. Bu va bu. Keyin yana buni ham ishlataman. Bularni ham ishlatib ko'rganman. Agar buni ishlatmagan ekanman. Bu yerda turli xil modlar bo'ladi. Nomini yozsanglar, agar ruscha tushunsanglar, yozasizlar mana. Keyin kirib olamiz shunga. Boshida ozroq reklama ko'rsatadi. Reklama tugagandan keyin videoni yoqaman. Reklama ham tugab oldi va yana bir marta kiramiz va mana bu o'rnatishga bosamiz. Va yana reklama. Buni ham tugagandan keyin yoqaman. Atak yoqmasa ham bo'lar ekan, mana shu bo'ldi. Va mana keyin bosasizlar. Reklama bo'lgandan keyin mana to'lishini kutasizlar. To'lib bo'lgandan keyin mana bunga bosib Minecraftga bosasizlar. Xo'p. Va Minecraftga kirib ketadi o'zi, kirib ketadi. Agar bundagi modlarni qo'yishdan to'g'ri foydalansanglar, modlar chiqadi. Birinchi navbatda hozir kirib olsam, sizlar ko'rsinglar. Meni Minecraft bersam, 1.21.90. Mana tepada chiqadi. Agar sizlarni bersangizlarga to'g'ri kelsa. Mana. Va bu yerdan playga bosamiz. O'zimizga bir olamachi olamiz bitta. Albatta kreativ. Tekis olamachamiz. En tagidagi mashinga o'tasizlarda va buni yoqib qo'yishingizlar kerak. Buni yoqmasalar qo'ygan modlar ishlamaydi. Va bitdan va agar bitdan ham chiqsa, qo'yishingizlar kerak.
Yo'q, bo'ldi, bu yerdan chiqmadi. Va alomat olamiz. Videoga like bilan obuna bosib qo'yinglar. Tezroq 100 ta bo'lsak, agar 80 ta bo'lsak, Artcraft serverini o'ynayman, bilasizlar. Artcraft serverda kit tashlamiz. PvP set. 80 ta obunachi bo'lgandan keyin o'sha videoni qo'yaman. Kit tashirganni. Va o'sha videoni kim birinchi ko'rsa, borib olishi mumkin. Artcraft o'ynaydiganlar bo'lsa agar. Mana shaderli bo'lib qolibdi shekilli. Kirib oldik. Endi inventarga bosib modlarimiz mana shu yerda bo'lishi kerak, adashmasam. Yo'q, bu yerda yo'q. To'xtanglar. Boshida mana o'zi ishlashni boshlabdi. Men internet bo'lganim uchun qochishim mumkin. Shunga balkim bu yerdadir modlar. Mana bu yerda ekan. Mana hamma mod bor. Mana kompyuterlar, anaqa televizor, mana kompyuterlar bor ekan. Va mana bu yerda yotoqlar bor. Bularda uxlab oladi bu yotoqlarda. Ba'zi modlarda bu yotoqlarda uxlab olmaydi. Men o'zim ham bitta mod qo'yganman, xuddi shunaqa yotoqda uxlab olmagan. Va mana eshikda kirganda oyoq ostiga gilam. Buni yo'q, ichiga yozib bo'ladimi? Yo'q, cho'tta nimagadir menda qotyapti. Va bu shaderli bo'lib qolganmi bilmayman. Shaderli bo'lib qolgan cho'ta. Menda aytay bitta ham shader mod yo'q. Xo'p. Va videomiz shu bilan tugadi hammaga. Shu boya aytganimdek, kanalda 80 ta bo'lsam, Artcraft serverida PvP set yashiraman. Hammaga xayr, sizlar bilan Frenzy bo'ldi.